Selam dostlar, bugün biz sizning bilan mana shunday motor biyalay yasayashamiz. Ham buning uchun bizga qog'oz kvadrat ham yiltiroqlar kerak bo'lacak. Ishimizni boshlab jibarik. Boshdan bizga qog'ozni 3 etib buklab qo'yarga kerak. Ustda qolgan pishmoqni biz mana shulay siziq bo'yicha ostki siziqqa qadar tushiramiz. Hozir kelib chiqqan mana bu siziqni ham mana bunisini tutashtiramiz. Bunda yoqincha o'rtani belgilab qo'yamiz. Ham pishmoqni o'ngga qadar ko'tarib qo'yamiz. Nashulay kelib chiqa. Hozir bu qiriyni biz ikkinchi yoqqa taba buklab qo'yamiz. Ham mana bu ikki siziqni tutashtiramiz. Ikkinchi yoqni da naqshulay bugib qo'yamiz. Bizga bu ikki siziqni tutashtirib qo'yarga kerak. Aligina bugib qo'ygan yoqni biz kiriga shig'irib qo'yamiz. Bu pishmoqni biz buklaymiz, ham ustidagisini tushirib qo'yamiz. Ham ikkinchi yoqqa aylantiramiz. Bizning mana shunday biyalay kelib chiqdi. Hozir yaltiroqlar yordamida uni bezabgina qo'yasi qoldi. Bizning mana shunday motor biyalaylar kelib chiqa.